Odamning pul bilan munosabati ikki xildir. Boylikka yetaklovchi munosabat va kambag'allikka yetaklovchi munosabat. Pul bu shunchaki vosita. Ammo odamning pul bilan munosabati uning boy yoki kambag'al bo'lishini belgilaydi. Keling, buni tushuntirib beraman. Boy odam pulni dushman emas, yordamchi sifatida ko'radi. U pulni ishlashga majburlaydi, xarajatlarini omuna qiladi va investitsiya qiladi. Pulni ko'paytiradigan qarorlar qabul qiladi, ortiqcha sarflardan qochadi. Kambag'al odam pulni stress manbai yoki tez sarflanishi kerak bo'lgan narsa deb ko'radi. U pulni tejashni bilmaydi, faqat qisqa muddatli ehtiyojlar uchun sarflaydi va qarzga botishi mumkin. Farq shunda. Boy odam pulni o'stiradi, kambag'al odam esa uni yo'qotadi. Pul bilan munosabat moliyaviy erkinlikning asosiy kaliti. Pulingizni dushman sifatida emas, yordamchi sifatida ko'ring. O'rganing, boshqaring va investitsiya qiling. Shunda pul sizni boy qiladi. Tanlov shaxsan sizda.